Saudiya Arabistonidagi Uyg'urlar pasportlari yanglab berilmaganligi sababli Xitoyga qaytarilish andishasi ichida yashamoqda. Saudiya Arabistonidagi Xitoy elchixonalari 2 yillik vaqtdan buyon Uyg'urlar uchun pasport yanglab berishni to'xtatdi. Bu chet eldagi Uyg'urlarni qaytishga majburlash uchun nurg'un davlat qo'llanilgan bir usul deb qaralmoqda. Pasportlarning vaqti to'shgan yoki to'shishga oz qolgan Uyg'urlar 3 milliondan ortiq Uyg'ur yig'ilish lagerlariga qamalgan, usti ochiq turmaga aylangan Sharq Turkistonga qaytarib etishdan andish qilayotganligini bildirishdi. Faoliyatchilar Xitoy doiralarining Saudiya Arabistonni o'z ichiga olgan 26 sezgur davlat bilan aloqasi bo'lgan Uyg'urlarni oshqin ideyada deb qarab bostirish nishoni qilganligini bildirdi. Saudiya Arabistonidagi Uyg'ur oilalar bo'lsa, oshqin ideya bilan aloqasi borligini rad qildi. yanvar Avstriya poytaxti Venada Xitoyning Sharq Turkistondagi bostirishlarga qarshi namoyish o'tkazildi. Avstriyadagi albaniyalik o'quvchilar tarafidan uyushtirilgan namoyishga bu davlatning har qaysi joylaridan kelgan Uyg'urlar bilan nurg'un turk qarindoshlar ishtirok qildi. Faoliyat so'z qilgan namoyishchilar vakillari Xitoyning Sharq Turkistondagi bostirishlarini bo'libmi 3 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarni yig'ib olish lagerlariga qamishni tanqid qildi. Ular Xitoy doiralarini va xalqaro jamiyatni Uyg'urlarga qaratgan bu inson qalbidan chiqqan bostirish va irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga chaqirdi. Xitoyning Wuhan shahrida o'tirg'i chiqqan va hozirgacha 56 kishining joniga zomin bo'lganligi e'lon qilingan koronavirusi butkul Xitoyga ta'sir qilishga boshladi. Xitoy Kompartiyasining rasmiy organ gazeti bo'lgan Xalq gazetining xabar qilishicha, Beijing doiralari yakshanba kundan e'tiboran yuqumlanishning oldini olish va kontrol qilish tadbirlari bahonasi bilan poytaxt Beijingda quruqlik yo'li orqali kirib chiqadigan barliq qatnash vositalarini to'xtatgan. Shuning bilan birga Xitoy Sahiya komiteti Xitoydagi bu yangi virusning kun sayin kuchayayotganligini va yuqumlanishning davomlashayotganligini bildirdi. Xitoy Davlat Sahiya komitetining boshlig'i Ma Xiaohui virusning yo'shirun mazgilining bir kundan 14 kungacha ekanligini, lekin bu mazgildimi yo'qadiganligini aytdi. Yana bir tarafdan Qozog'iston Wuhan virusi sababli Sharq Turkiston va Qozog'iston orasidagi Qo'rg'as erkin iqtisod rayonining Qozog'iston tarafida faoliyatlarini to'xtatishni qaror qildi. Iroq bexatarlik kuchlari yakshanba kuni o'tkazilgan namoyishlarni tarqoqlashtirish uchun yosh oqquzish bombasi va ros o'q ishlatdi. Iroq armiya va soqchilari davlat miqyosida namoyishchilarning chidirlarini tarqoqlashtirishga boshladi. Bag'dodda oz deganda 14 kishi, Nasriya shahrida bo'lsa 17 kishi yaralandi. Namoyishchilar parxo'rlik bilan ayblangan hukumatning istiqo berishini va Eron boshchiligida barliq chet el kuchlarining Iroqdan ayrilishini talab qildi. 2003-yili Saddam Husayn og'dirilib, Iroq Amerikaning ishg'oliga kirgandan buyon davlat hokimiyati Shialarning qo'liga o'tdi. Shialarning diniy rahbarlaridan Al-Sodri yakshanba kuni Amerika elchixonasi oldida o'tkazilmoqchi bo'lgan namoyishga ichki to'qinishdan saqlanish bahonasi bilan qatnashmadi. Hariyat gazetining xabar qilishicha, yangi imzolangan kelishimiga asosan Isroilliklar Saudiya Arabistoniga sayohat vizasi ola oladi. Bu Isroiliya davlati qurilgandan buyon Isroilliklarning tunji qitim Saudiya Arabistonga berishga yo'l qo'yilishi bo'lib qoladi. Isroiliya ichki ishlar ministri Ariy Dardi bu vaqtda to'xtaldi va tarixdagi tunji qitimlik bu kelishimiga yakshanba kuni imzo qo'ydim dedi.